Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zbekistonda 19, 20, 21 va 22 fevral uchun kutilayotgan ob-havo prognozi e'lon qilindi. Barcha tezda xabardor bo'lsin. Assalomu alaykum do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Eng so'nggi va dolzarb yangiliklardan faqatgina birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, video ostidagi like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishlikni ham unutmang. Like bosgan qo'llaringiz hech qachon dard ko'rmasin. Diqqat qiling. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Harorat 19 fevralda kechasi 5-10 daraja iliq, kunduzi 13-18 daraja iliq. 20 fevralda kechasi 3-8 daraja iliq, kunduzi 8-13 daraja iliq. 21 fevralda kechasi 0-5 daraja iliq, kunduzi 6-11 daraja iliq. 22 fevralda kechasi 3 daraja sovuq, 2 daraja iliq. Kunduzi 10-15 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Faqat 20 fevralda ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat 19 fevralda kechasi 8-13 daraja iliq, kunduzi 20-25 daraja iliq. 20 fevralda kechasi 8-13 daraja iliq, kunduzi 18-23 daraja iliq. 21 fevralda kechasi 5-10 daraja iliq, kunduzi 10-15 daraja iliq. 22 fevralda kechasi 3-8 daraja iliq, kunduzi 13-18 daraja iliq. Navoiy viloyati shimolida 19 fevralda kechasi 5-10 daraja iliq, kunduzi 13-18 daraja iliq. 20 fevralda kechasi 3-8 daraja iliq, kunduzi 8-13 daraja iliq. 21 fevralda kechasi 0-5 daraja iliq, kunduzi 6-11 daraja iliq. 22 fevralda kechasi 3 daraja sovuq, 2 daraja iliq. Kunduzi 10-15 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Faqat 21 fevralda ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat 19 fevralda kechasi 8-13 daraja iliq, kunduzi 20-25 daraja iliq. 20 fevralda kechasi 8-13 daraja iliq, kunduzi 18-23 daraja iliq. 21 fevralda kechasi 5-10 daraja iliq, kunduzi 10-15 daraja iliq. 22 fevralda kechasi 3-8 daraja iliq, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Harorat 19-20 fevralda kechasi 10-15 daraja iliq, kunduzi 20-25 daraja iliq. 21 fevralda kechasi 7-12 daraja iliq, kunduzi 13-18 daraja iliq. 22 fevralda kechasi 3-8 daraja iliq, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Faqat 21 fevralda ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 5-10 daraja iliq, kunduzi 19-20 fevralda 16-21 daraja iliq. 21 fevralda 12-17 daraja iliq. 22 fevralda 10-15 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida esa havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Faqat 21 fevralda vaqti bilan yog'ingarchilik, yomg'ir qor bo'ladi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat 19-20 fevralda kechasi 0-5 daraja iliq, kunduzi 10-15 daraja iliq. 21 fevralda kechasi va kunduzi 5-10 daraja iliq. 22 fevralda kechasi 5-10 daraja sovuq, kunduzi 0-5 daraja iliq bo'ladi, deyiladi xabarda. Do'stlar, kanalimiz yanada tezroq rivojlanishi uchun iltimos like tugmachasini bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yishlikni ham unutmang.